to'g'risini aytsam, aytgan gapingizga umuman tushunmayapman. Qurilishga tushunadigan akam borlar. Xohlasangiz o'sha akamni chaqirib, bir uyni ko'rsatsam. Bemalol chaqiring. Xo'p. Muborak bo'lsin. Bo'ldi jiya, boraman. Aka, nima deb o'ylaysiz? Ta'mirlangan xonadon olsammikin yoki ta'mirlanmaganmi? Ta'mirlanmagan xonadon o'zing xohlagandek ta'mirlab olasan. Men senga yordam beraman. Xo'p, bo'ladi. Necha yil armatura ishlatgansizlar? Qurilishimizni beton odasiga mana shunaqa armaturadan foydalaniladi hamda fundamentiga armaturadan maxsus to'qima ishlatiladi. Menga metal konstruksiyasi yo'qdi. Uyda baquvvat ishlaydi-da. Asosiysi sizga ma'qul bo'ldimi? Uy uzr uka. Uylarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kim nomiga rasmiylashtiramiz? Akamni? Nima deganing bu? Aka, bu uyni aslida siz uchun olyapman. Ertalab sarson yurgan holatingizni ko'rib, o'zimni kechira olmadim. Opajon, tushuning axir. Qo'l ko'zimdan deyapman senga. Ijara pulini to'la olmasang nima qilasan mana ovora? Bolani oldida. Bor yo'lingdan qolma. Dada, endi qayerga boramiz? Sen bu uyniga borasan qizim. Oying kelsin, boshqa uy topamiz. Nimaga menga aytmaysiz, aka? Begona emasmiz-ku. Men bu yerda ishlarim zo'r bo'lib yuribdi deb faxrlanib yuribman o'zim. Uyaldimda jigar. Jiyallaring xursand bo'lib qoladi. Jigarlar bir-biriga yordam bermasa, kim yordam beradi? Endi o'zingizni uyingiz bo'ladi, aka. Sen yaratgan olamu inson go'zal, sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal, sen buyurgan har amal iymon go'zal, ruhlari ichra sunganing vijdon go'zal, bu go'zalliklar jamolingdan sening